Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ekta qil. Mana azizlarim, sizlar uchun Qorabog' mahallasidan 4 sotixli uchastka topib qo'ydik. 6 ta xonalari bilan birga kirib yashaydigan holatda arendaga keladigan bo'lsak, shundoq Qorabog' masjiddan 800 metr tepaga yurganda, qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga shundoqqina kirganda uzungina yo'lakcha, 2 ta 3 ta mashinamiz sig'adi. Bu yoq taraf qo'shin devor, bu yoq tarafda o'ng tarafimizda shundoqqina 6 ta xonali uylarni solib qo'ygan. Birinchi eshikdan kirganimizda bu yoqda 4 ta xonasi bor, oshxonalari ham ichida joylashgan. Undan o'tganimizda bu yoq tarafimizda esa 2 xonali katta zallari bilan uylarni qurib qo'yilgan, remontlari ham yaxshi holatda turibdi. Bu yoq tarafda shundoqqina bog' qismlari zeleniy zona qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yoq tarafda shundoqqina o'choqxonalari, tandirlar, undan o'tganimizda hammom qismi, undan o'tganimizda hojatxona qismlarini yaxshi holatda qurib qo'yilgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Bu xonadonimizda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Maktab, bog'cha, magazin hammasi yaqin orada joylashgan. Lokatsiya juda ham zo'r. Bu uyimizga egalari 62500 etib narx qo'yishdi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Hamma hujjatlar notariusga tayyor. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Qorabog'dan uchastka qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.